Assalomu alaykum Najmiddin aka. Mana yani o'zimizni Ilhom osh markazimizda doimiy mijoz bo'ladilar. Najmiddin aka, o'zingiz haqingizda va yangi yo'l tarixi haqida qisqacha aytib ketsangiz. Assalomu alaykum. Ushbu ko'rsatuvni kuzatuvchilar, ko'ruvchilar, eshituvchilar, mani familiyam Jo'raboyev Najmiddin. Aytaylik, O'zbekiston Respublikasining xalq ta'limi a'lochisi, O'zbekiston Respublikasining birinchi darajali mehnat faxriysi, To'ppa-to'g'ri. 52 yillik ta'lim sohibi, To'ppa-to'g'ri. hozirgi kunda Xalq deputatlari Yangiyo'l tuman kengashi kotibiyatini bosh mutaxassis sifatida faoliyat yuritib kelaman. Yoshim 80da. Voy, umringiz uzoq bo'lsin. Yoshim 80da. Aynan hozirgi kunda aytaylik, O'zbekiston Respublikasining hayotiy faoliyati haqida qisman gapiradigan bo'lsam, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2026-yil 1-fevral kunidagi qaroriga binoan O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini 35 yillik bayramini nishonlash arafasida hayot kechirmoqda. Aytaylikki, Yangiyo'l tumani va Yangiyo'l tarixiga kelib to'xtaladigan bo'lsak, Yangiyo'l tumani 1926-yil 29-sentyabrda tashkil topib, hozirgi kunda Yangiyo'l tumani miqyosida Yangiyo'l tumanining 100 yilligini nishonlash arafasida hayot kechirmoqda. Mashalloh. Yangiyo'l shahriga keladigan bo'lsak, Yangiyo'l shahri ham aytaylik 1974-yildan boshlab o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Chunki 74-yildan boshlab Yangiyo'l tuman va Yangiyo'l shahar viloyat maqomiga, viloyatga bo'ysunuvchi shahar va tuman shaklida tashkil topgan. Ana endi hozirgi kunda insonning eng asosiy yashashi uchun, rivojlanishi uchun, hayot kechirishi uchun oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanish, iste'mol qilish yoki undan foydalanish asosiy maqsad bo'lib hisoblanadi. Mana masalan, mana shu Yangiyo'l shahrining markazida joylashgan Ilhom osh markaziga ko'nglim tortgan paytda to'xtovsiz kelib, osh mahsulotini iste'mol qilaman, o'zimni hordig'imni chiqarib ketaman. Bu osh markazining faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, Yangiyo'l shahridagi oziq-ovqat korxonalari va tashkilotlarini 1953-yildan buyon ko'z oldimga keltiraman. 1953-yildan boshlab ko'z oldimga keltiradigan bo'lsam, Yangiyo'l shahrida eng sharof somsa bo'ladi. Sharof somsani iste'mol qilardik. Juda maroqli, juda shirin, aholi iste'moli uchun aytaylikki, bu somsa naqadar ulug' bo'lgan. Ana endi hozir mana biz mustaqilligimizning 35 yilligini nishonlar ekanmiz. Yangiyo'l shahri va Yangiyo'l tuman hududidagi oziq-ovqat korxonalari yoki shu oziq-ovqat ta'minlab xalqqa taqdim etayotgan joylarga e'tibor beradigan bo'lsak, masalan 50, 53, 60 yoki 90-yillardagi holatiga nisbatan e'tibor beradigan bo'lsam, mana 35 yillik arafasidagi ovqatlar bilan ta'minlanish holati aytaylik bir necha yuz barobar yuqori. Aynan oddiy bitta misol, mana hozir siz bilan biz Ilhom osh markazida o'tiribmiz. Qarang, eshikdan kirib kelishda oshlar tayyorlab qo'yilgan. Aytaylik, iste'molchi kelib navbatma-navbat olib, ichkariga kirganda choy desangiz choy bor, non desangiz non bor, gazak desangiz gazak bor, yoki aytaylik boshqa ovqatlar, shashlik desangiz shashlik bor. Mana bu har tomonlama o'ylangan. Har tomonlama hisob-kitob qilingan. Aholining kirib bemalol iste'mol qilib ketish holatiga qulay sharoit yaratilgan. Men taklif qilar edim. Masalan, Yangiyo'l tumani va shaharida 300 mingdan ortiq aholi yashaydi. Mana shu misol shaharda 80 mingdan ortiq aholi yashaydi. Mana shu aholilar oziq-ovqat iste'mol qilish uchun
mana shu Ilhom osh markaziga Rahmat. yoki bo'lmasam Ravshan osh markaziga Shunaqa. yoki bo'lmasam boshqa tashkil qilingan oziq-ovqat markazlariga kelib, tanovul qilib, iste'mol qilib, hordiq chiqarib ketishlarini xohlar edim. Ana endi Yangiyo'l shahri faoliyatiga keladigan bo'lsak, men O'zbekiston Respublikasini Qoraqalpog'iston Respublikasining markazi Nukus shahridan tashqari, misol 12 ta viloyat bo'ladigan bo'lsa, 12 ta viloyatni, qolaversa Toshkent shahrini, qolaversa O'zbekiston hududidagi 150 dan ortiq tuman va tuman markazlarini aylanib ko'rib, sayohat qilib chiqqan bir insondan biriman. Ha. Ana shuni endi men hozirgi kunda solishtirib ko'radigan bo'lsam, masalan 2015-yildan keyin Yangiyo'l tumani boshqa tumanlarga nisbatan, Yangiyo'l shahri boshqa shaharlarga nisbatan katta o'zgarishlar yuzaga keldi. Ha. Katta o'zgarishlar yuzaga keldi deganligimki, mana 18-19-yillar suv oqava va chiqindilarni olib chiqish holatlari qayta tiklandi. Ko'chalarga keladigan bo'lsa, ko'chalar to 2018-yilga qadar bir yoqlama harakat, bu yoqqa harakat edi. Hozirgi kunda ko'chalarni markaziga qaraydigan bo'lsak, ikki tomonlama harakat yuzaga keldi. Ko'chalarda qulaylik va yoritish sharoitlari ham yuqori holatga keldi. Buni men o'zim bir yoshi ulug' inson sifatida kuzatib, bu holatlardan juda xursand bo'laman. Yangiyo'l faxriysi sifatida shu Yangiyo'limizdagi bo'layotgan o'zgarishlardan rozimisiz? Yangiyo'l shahri va tumanidagi bo'layotgan o'zgarishlardan ilgarigi holatlarga solishtirganda roziman. Rozisiz. Lekin hozirgi kunda hali ham shahrimiz, tumanimiz markazi Gulbahor deymiz. Bu yerlarda hali ham Qilinadigan ishlar bor. hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevgacha 22-iyul kunidagi Nurafshon shaharida bo'lgan uchrashuvdagi aytgan fikrlarini inobatga olgan holda yanada o'zgarishlar bo'lishi kerak. Bu o'zgarishlarga alohida e'tibor berishimiz kerak degan fikrlarim bor. Sabab kundan kunga aholining turmush shart sharoiti, yashash sharoiti o'zgarib borar ekan, uning ongi, dunyo qarashi, aytaylik hayotga bo'lgan munosabat ham o'zgarib boradi. Ya'ni o'zgarib borish natijasida yaxshilikka intilib boradi. Mana bu yaxshilikka intilib borish insonni ravnoq topib hayot kechirishni talab qiladi. Lekin hozirgi kundagi holatimizga to'xtalib, hozirgi kundagi holat bu hali ham bo'lsa hayotimiz uchun, yashashimiz uchun, turmushimiz uchun yetarli darajada deb men hisoblayman. Sabab, masalan, men boshimdan kechirgan inson sifatida 61-64-yillardagi aytaylik taqchillik yoki 91-94-yillardagi taqchilliklarni ko'zdan kechirgan, boshdan o'tkazgan, hayotiy faoliyatdan o'tkazgan inson sifatida u davrlarga solishtiradigan bo'lsak, hozirgi yashayotgan davrimiz biz o'ta shukronalik qilishimiz kerak, shukr qilishimiz kerak, hayotimizdan rozi bo'lib kelajakka intilishimiz kerak. O'sha hozirgi yoshlarimiz bu hayotni ko'rib ko'p norozi, noshukrlik qilayotgan yoshlarga nima maslahat berasiz? Endi shu hayotdan mana shu hayotdan men o'sib kelayotgan yoshlarga yoki ta'lim muassasasida, boshqa muassasa, oliy o'quv yurtlarida ta'lim, tarbiya olayotgan yoshlarimizga meni aytadigan fikrim shundan iboratki, birinchi, oilang qanday yashagan, oilang qanday yashayapti, kelajakda qanday yashashni xohlaysan. Mana bu tarix degan so'zni ma'nosi shuki, tarix o'tmish, tarix hozirgi kun, tarix kelajak. Mana shu uchta narsaga e'tibor berib, ta'limli, tarbiyali, maqsadli, davlatni tanigan, mamlakatni tanigan, davlat va jamiyat uchun nima xizmat qilishim kerak degan maqsadda yoshlarimiz yashash kerak. Endi
yoshlarimizni hozirgi kundagi to'qchilik davrida olayotgan ta'lim tarbiyasida bitta narsa ilgari surilib ketmoqda. Bu ham bo'lsa, pul bo'lsa, pul topsak, pul bilan yashasak, yo'q, pul topiladi. Mehnat qilsang pul topiladi. Lekin u pulni belgilangan joyda foydalanish, iqtisod qilingan holda foydalanish, o'zing uchun, xalqing uchun, vataning uchun foydali holatlari inobatga olingan holda foydalanishni men maslahat beraman. Endi yana bitta narsani men eslatib o'tamanki, hozirgi yoshlarimizmi yoki o'smir, katta yoshdagi nuroniylarimizmi, bularga meni aytadigan fikrim shundan iboratki, birinchi navbatda o'zing kimsan? O'zing kim bo'lib yoshlarga nima beryapsan? O'zing yoshlarga berish bilan birgalikda yoshlarni qanday tarbiyalayapsan? Vataning qayer? Vatanga nima qilish kerak? Vatanga qanday xizmat qilish kerak? Vatanning ravnoqi uchun nima ish qilishim kerak degan masala o'ylab ko'rilishi shart va amalga oshirilishi to'g'ri deb hisoblayman. Azmun aka, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Shunaqa yoshda ham hali ham nima deydi, yoshlardan shijoatingiz baland, fikrlashingiz, dunyo qarashingiz, vatanga yoshlari bo'lgan nima deydi, vatanga bo'lgan muhabbatingiz, yoshlari ham shunaqa vataniga muhabbatli bo'lsin. Yoshlari ham shunaqa bir ota-onasiga hurmat qilib, oilasiga mahkam bo'lsin degan fikrda bardavom turibsiz. Sizdan o'rnak olamiz. Chunki doim shu yoqqa kelib boshlaganingizda doim sizdan shu narsalarni so'rashga harakat qilardim. Bugun nasib qilgan ekan. Shu yeyotgan oshlari sizga yengil hazm bo'lsin ilohim. Biz ham sizni yoshingizga kirib yuraylik Najmiddin aka. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Rostdan xursand bo'ldim aka. Rahmat. Boshingiz omon bo'lsin. Rahmat. Omon bo'lsin.